Siz hozir eng qiyin savolni berdingizda, shunaqa savolki bunga yo'q desam qilishaveradi baribir. Qilma desam, qil desam battar. Qalbimizdagi nozik torlarni ham chertib tashladinglar. Masalan, Xorvatiyada bo'lsa yoki Bolgariyada bo'lsa, Polshada ishlashga ariza topshirish qat'iyan man qilindi. o'shani chaqirgan paytda bormasdan yuraverasiz. Sariq qog'oz desa bir cho'chib tushaveringlar. Jinoyatni bilmaslik uni jazodan ozod qilmaydi. Yana eslatib o'tish kerak bu narsa. Agar kimki keladigan bo'lsa, tabiiy bularni ma'lum bir muddatdan keyin deport kutib turadi. Ba'zilarida 2000, 3000. Pul so'rasa bu mashin. Chunki aldanayotganlar ham o'zbek asosan. Unga pul berib oylik bermaslik bu odam savdosiga kiradi. O'zbekcha gapirib aldashyapti. Qirg'izlar va qozoqlar o'zini haqini birovga bermaydi. Qamalish darajasiga yetdi. Shu pravasini shu yo'l bilan almashtirganlar. Menimcha odam o'zidan boshlash kerak. Qonunni o'rganish kerak. Emas, bu yerda davlat idoralari chestni ishlaydi. Buni narxi bor ekan. Maslahatlar bepul, lekin xizmatlar pullik. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun o'zbeklarimiz orasida ancha muammoli bo'lib kelayotgan masalalarni bugun Rahimjon aka bilan ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum Rahimjon aka. Va alaykum assalom aziz yurtdoshlar, va alaykum assalom Shahriyarbek. Salomat bo'ling. Bizni ya'ni ofisimizga, ishxonamizga kelganinglardan, qadam ranjida qilganinglardan sizlarga Alloh taolo hasanotlar yozsin. Salomat bo'linglar. Yangi ofislar qutlug' bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bizga ham, sizlarga ham muborak bo'lsin va bizni yurtdoshlarimizga ham muborak bo'lsinki, toki ularni xizmatida biz doim tayyormiz. Halol poy xizmat qilishligimizga bizga ham Alloh taolo nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Amin. Avvalo suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Chunki hozir juda aktual bo'lib turibdi bu muammolar. Oldin mavzuga kelishib olsak, endi holimiz yo'qmi? O'zbeklar orasida shunaqa mavzu ko'payib ketdi hozir. O'zbeklarni Polshaga chaqirib, masalan, Xorvatiyada bo'lsa yoki Bolgariyada bo'lsa, bilamiz u yerlarda nisbatan pastroq oylik. Shuning uchun ko'pchilik boshqa davlatlarga o'tishni xohlaydi. 2025-yil 1-iyundan boshlab qonun o'zgargan. Lekin shu qonunga qaramasdan ham ko'p o'zbeklarimiz chaqirib, qayerda bo'lsang ham kelaver, dokumentingni qilib beramiz, boshqa qilamiz, kelib olsang bo'ldi deb hammasini chaqirib, pulini olib nimadirlar qilyapti. O'zi bu qonuniymi yoki qanaqa yo'llari bor kelishdi? Salomat bo'ling. Bu dolzarb mavzu. Sababi siz aytgandek 2025-yil 1-iyundan boshlab Polsha davlati o'zini ish bozorini himoya qilish maqsadida chet elliklar qonuniga qo'shimchalar va o'zgarishlar kirgizdi. Shu o'zgarishlar asnosida birinchi o'rinda shu narsani qo'ydiki, boshqa qo'shni mamlakatlar, ya'ni Yevrosoyuzga kirgan mamlakatlarni vizalari bilan, har qanday vizasi bilan, ish vizasi bo'lsin, turistik viza bo'lsin, muddatli ishchi viza bo'lsin yoki bo'lmasam biznes viza bo'lsin, shular bilan Polshaga kelib, yana bu vizalardan tashqari hattoki kartalar, ID kartalar bilan yashash, ya'ni bizda VMJD vaqtinchalik yashash ijozatini beruvchi kartalar bilan kelib, Polshada ishlashga ariza topshirish qat'iyan man qilindi. Bundan keyin agar kimki keladigan bo'lsa, tabiiy bularni ma'lum bir muddatdan keyin deport kutib turadi. Deport degani bu yerdan endi deportirovать qilish, ya'ni chiqarib tashlash mamlakatdan shu kutib turadi. Lekin ariza topshirish man qilinmagan har qanday mamlakatda, ya'ni Yevrosoyuzga kirgan mamlakatlardan tashqari boshqa chet el, boshqa mamlakatlar, ya'ni Amerika, Kanada, Angliya va boshqa mamlakatlar bo'lsin, har qanday shaxs yashashga ijozat so'rab ariza topshirish huquqiga ega. Bu yerda ham shunaqa narsa, bu arizani topshirish huquqiga ega bo'ladi, ammo albatta bunga ijozat berilmaydi. Bu man bu holatga yashash va ishlashga ijozat berilmaydi, to'xtaydi. Ruscha aytganda zapret mumkin emas va unga qaror chiqariladi. Qaror bu yerda polak tilida detsiziya deyiladi. Bu ingliz tilida ham detsizion desa kerak, menimcha o'tgan safar ham aytdim bu gapni. Detsiziya chiqariladi, qaror chiqariladi. Qarorda aynan ko'rsatiladi. Siz falon kunda ichida, 20 kunda ichida yoki 1 oyda ichida mamlakatdan chiqib keting, ammo 14 kunda ichida siz apellyatsiya
xati yozishga huquqingiz bor deydi. Ko'pchilik apellyatsiya yozadi u davrda, lekin u davrda yozadi, shu davrda ichida u baribir noqonuniy hisoblanadi. Bu yerda bir xizmat bor, Straj granichniy, ya'ni chegara xizmati. Bularni nimasida, shu sistemasida aniq chiqadi, ko'rsatiladi. Shu odam boshqa mamlakatning vizasi bilan degan ma'lumot chiqadi. Shu ma'lumotga asoslanib ular deport qilishi mumkin. Shu bilan ular deport bo'ladi. Endi ular ko'pchilikka beradigan maslahatim shu. Bu ko'pchilik e'tibor berish kerak. Shu Bolgariyadan, Ruminiyadan, Vengriyadan, Xorvatiyadan, Slovakiyadan kelgan yoki shu barcha qo'shni Yevrosoyuzga kiruvchi Shengen zonadan kelgan davlatlardan kelgan birodarlarimizga aytishim shuki, shu diyorlarda qolinglar. U diyorlarda qoladigan bo'lsanglar, tabiiyki, sizlar qonuniy hisoblanasizlar. Va sizlarni hech kim deport qilish, endi biror jinoyat qilmasanglar, deport qilish huquqiga hech kim ega emas. Va o'zlaringlarni vatanlaringlarga shu otpuska paytinglarda va boshqa kerakli paytlarda borib kelish huquqiga ham ega bo'lasizlar. Qo'linglarga muddatlik yashashga ruxsat berilgan karta beriladi. Bu kartalar 1 yildan 3 yilgacha muddatga beriladi. Bemalol borib kelish nimasiga, haligi holatiga ega bo'lasizlar. Hozir aytib o'tdingiz, bu yerda qonun o'zgarishi kiritildi. Shunga ko'ra qabul qiladi, lekin undan keyin отказ qiladi. Rad javobini beradi. Tushundim. Chaqirayotganlarda asosiy fishkasi ham shu bo'lyapti. Sen kelaver, kelganingdan keyin biz senga pochta orqali yoki kansellariya orqali topshirib beramiz dokumentingni. O'shani chaqirgan paytda bormasdan yuraverasan. Shunaqa qilib, отказ bergan paytda yana apellyatsiya berasan, 6 oy, 1 yil shunaqa qilib yuraverasan deyapti. Bu qanchalik to'g'ri bu narsa? Yo'q, shunaqa. Bu to'g'ri, rostdan ham shunaqa holat bo'ladi, lekin bitta yomon narsasi borki, endi Yevrosoyuzga kirishga chiqib ketgandan keyin bularga umuman taqiq qo'yiladi. Yana taqiq, bu SIS degan nima bor? Spiska bor, endi shu sistema bor, bu ham SIS deyiladi. Bu mamlakatga nima deymiz? Mamlakatga kerak bo'lmagan odamlar spiskasiga qo'shib qo'yadi. Bundan ham yomonroq, lekin uni aytmay qo'yavering. Mamlakatga noqulay bo'lgan odamlar deylik. Qora ro'yxatga Yevrosoyuzga noqulay bo'lgan odamlar ro'yxatiga tushirib qo'yadi. Shu bilan bu Yevropaga kelishlik ularga qat'iyan taqiqlanadi, har qanday Yevropa mamlakatlariga. Oldingi suhbatingizda ham ko'p aytgansiz sariq qog'oz to'g'risida, chunki hamma shu sariq qog'ozingni topshirib beraman, yuraverasan deydi. Menimcha, bilmadim, yana eslatib o'tish kerak bu narsani. U qanday qog'oz, qisqacha bo'lsa ham. Yaxshi. Sariq qog'oz hozir yonimda bo'lishi ham mumkin. Bu почтовое уведомление, ya'ni pochtaga orqali jo'natilgan xatlarga, ya'ni jo'natilgan arizalarga, qaysidir bir shaxsga, hattoki bir idoraga yoki bir ishxonaga yuborilgan xatlarga shu почтовое уведомлениeni biz qo'shib jo'natamiz endi. U sariq rangda. Shuni jo'natganimizdan keyin xatlarimiz u yerga borgandan keyin xatni qabul qiluvchi u yerga qo'l qo'yib, qabul qildi deb bizga qaytaradi. Buni ko'pchilik buni fishka qilishib olgan, bir endi ulug' narsa deb qilishib olgan. Bu ko'pincha biz nimalarga ham jo'natib turamiz, voyevodstvolarga ham. Bu sariq qog'oz asosiy bularni Polshada yoki bo'lmasam boshqa mamlakatlarda yurishga hujjat deb bilishadi. Aslida bu hech qachon hujjat bo'lmagan, bo'lmaydi. Oddiy bu bizni yurtlarimizda ham bo'ladi. Почтовое уведомление deydi, xabarnoma. Pochta xabarnomasi. Pochtaga xating yetib bordi, qabul qilib oldik va biz seni xatingni oldik deb turib bizga qaytadan jo'natadigan hujjat deb bilish kerak. Lekin hech qanday buni bu yerda ularni shaxslarni legalniy bo'lishiga hech qanday aloqasi yo'q qog'oz. Bundan ehtiyot bo'linglar. Bu ko'pincha men o'tgan safar ham aytganman, ertakchi bobolarimizni pul undirish yo'lidagi fishkasi. Bundan nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Sariq qog'oz desa bir cho'chib tushaveringlar. Bo'lmaydi. Bu sariq qog'oz degani nima deb so'ramanglar. Bu sariq qog'ozni bilib olinglar. Shu sariq qog'oz bu pochta orqali jo'natilgan xat o'z egasini topdi degan guvohnomasi, mendek aytganda. Yaqinda mana shu sariq qog'oz to'g'risida ham ko'p narsa eshitdim. Buni narxi bor ekan. Ba'zilarida 2000, 3000, 4000 zlotgacha, balki undan ham ko'pdir. Men eshitganim shu bo'ldi. Topshirib beramiz, shuncha pul bersang degan. O'zi narxi bormi? Shu topshirib berayotgan odamdan
Masalan, men topshirmoqchi bo'lsam kimgadir, topdim, qaradim, hammasi qonuniy. Misol uchun, ofisi bor, boshqasi bor. Ulardan nima talab qilishim kerak? Qanaqa shartnoma talab qilishim kerak? Ular menga topshirib bergani uchun qanaqadir, kvitansiya berish kerakmi? U qanaqa shaklda bo'lishi kerak u narsalar? Ho'p, albatta, bu yerda endi legalizatsiya bo'yicha, konsalting bo'yicha, hatto yuridik ishxonalar mavjud. Ya'ni yuridik advokatlar ham ishlaydi bu holatda. Lekin juda kam advokatlar ishlaydi va juda kam yuristlar ishlaydi. Ularni o'rnini posredniklar, ya'ni o'rtamchilar egallab olgan. Asosan ular shu nimaga, shu sariq qog'ozga va yo boshqa legalizatsiyaga ariza topshirib beraman, senga men karta pobital beraman deb bir nima qilish, pul talab qilishadi. Tabiiy, bu narsa har bir xizmat nima mukofotlanishi kerak, o'zini o'rnini topishi kerak. Mayli, xizmat qilding, pulingni ol. Bo'pti, qanchadir shu narx qo'ygandirsan, shuni ol, senga ruxsat beriladi bu narsa. Faqat bitta narsa borki, shu olgan pulingga hujjat ber. Ya'ni kvitansiya ber, faktura ber va u bilan shartnoma tuz. Shuncha muddatda ishingni bitiraman yoki bo'lmasam shu muddatgacha men seni ishingni olib boraman. Mana bu pulni olyapman, mana bu pulni mana bu ishingga olyapman degan mazmunda shartnoma tuziladi va yana faktura beriladi shu shaxsga, pul berayotgan shaxsga yana u fakturaga qo'shib kvitansiya beriladi. Shu uchalasi 3 ta qog'oz beriladigan bo'lsa, bu qonuniy hisoblanadi. Hattoki u nima beruvchi, ya'ni xizmat qiluvchi shaxs hech qanday jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Agar shu narsalar bo'lmaydigan bo'lsa, ikkala taraf ham yutqizadi. Bu pulni berayotgan shaxs birinchidan pulni berib, kimga berganini ham bilmaydi, qandoq berganini ham bilmaydi. Bu odam yutqizadi. Sababi u kechadi. Men deydi, shu pul bergan, pulni ishini qilmoqchi bo'lgan odam ishxona, bir shaxs, bular men sendan pul olganim yo'q desa, u haq bo'lib chiqadi. Nimaga deganda hech qanday hujjati yo'q. Lekin narigi o'rtamchi ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Agar buni kavlashtiradigan bo'lsa, tabiiy buni qilgan jinoyati aniqlanadi. Birinchi jinoyati shu bo'ladiki, nalog to'lamagan bo'ladi. Yevropa mamlakatlarida nalog birinchi o'rinda turadi. Yevropani rivojlanishiga sabab bo'lgan narsa nalog. Shu ikkita narsa. Har bir mamlakatni iqtisodini ko'taradigan fond bu ijtimoiy fond. Lekin butun Yevrosoyuzni ko'taradigan fond bu nalog. Ya'ni shu nalog bo'lmaydigan bo'lsa, Yevropani bunchalik kuchga kirishligi iloji yo'q edi. Shu naloglarning hisobiga Yevropa shu darajada kuchga kirdi. Ijtimoiy, bizda sotsialniy fond deb qo'yamiz. Bu sotsialniy fondi hisobiga har bir mamlakat o'zini ko'tardi, ko'kragini baland ko'tardi. Shuning uchun bu qattiq jinoyat hisoblanadi. Bu davlatga qarshi jinoyat hisoblanadi o'z aslida olganda. Nalog to'lamaslik, ya'ni ijtimoiy fond pulini to'lamaslik, buning ichida hattoki sizni sug'urtangiz turadi. Buning ichida hattoki sizni pension fondingiz turadi. Va buni ichida davlatni shu byudjeti ham turadi. Shu uchalasini to'lamaydigan bo'lsa, asosan e'tibor davlat byudjetiga, ya'ni ijtimoiy to'lovlarga qaratilgan, shundan ehtiyot bo'linadi. Har ikkala tomon ham zarar ko'rishi mumkin. Mana bu yaqinda bo'layotgan voqealardan bunaqa zararlar juda ham ko'p bo'ldi. Odamlar deport bo'ldi, qamaldi. Shunga o'xshagan voqealar bo'ldi. Endi kimligini, qandoqligini, qachonligini aytib o'tirmaymiz. Bu narsalar bo'ldi albatta. Shu mavzuga oid yana bitta savol. Chetdan kelganlar, chetdan deganim endi Bolgariyadan, Slovakiyadan yoki Xorvatiyadan kelganlar, bu yoqqa kelishib, endi yaqin, yillar ichida zezvoleniya operatsiya, ishga ruxsatnoma chiqishi ancha cho'zilib qoldi. Ba'zi paytlarda 3 oy, 5 oy, balki undan ham ko'proq cho'zilayotgandir. Shu vaqt ichida, yoki umuman unga ham qaramasdan ba'ziga, ish beruvchilar yoki, o'rtadagi odamlar, asosan o'zbeklar, qanaqadir, yo'llar bilan ishga olib kiradi. Asosan o'zbeklar, stroykada ishlaydi, qurilishda, yoki boshqa bironta zavodlarda ishlayapti. Hech qanaqa dokumentsiz. Endi dokument qilay desa, dokumenti to'g'ri kelmaydi. Boshqa davlatdan kelgan. Qonuniy ishlayman desa, u yo'li yo'q. Lekin shunaqa majbur ishlayapti. Ularga maslahatingiz qanaqa? Bu juda qiyin savol. Men bu pozitsiyada ikki xil holatda o'ylayman. Birinchidan, ular har qalay kelishdi, viza olishgan, qarz havola bo'lishgan, qarindosh urug'laridan so'rab pul olgan. Endi qandaydir yo'llar bilan
yetishib kelgan endi. Bularni yo'q, siz orqangizga qayting, noqonuniy deyishga ham haqqim yo'q. Sababi baribir endi tirikchilik degan tushunchamiz bor. Ikkinchi, yo'q, sizlar bu ishlarni qonuniy qilinglar deyishga haqqim bor. Nimaga deganda, qayerdan vizasi bilan kelgan bo'lsangiz, asharga boring, shu yerdan harakat qilib ko'ring. Lekin ko'pchilik shunaqa vizalar bilan keladi, biznes vizalar bilan keladi. 10 kunlik, 20 kunlik, 1 oylik vizalar bilan keladi. Bularni aldayotganlarni sal biz bu nima intervyudan ham maqsadingiz shu bo'lsa kerak, shu qanchaki O'rta Osiyo xalqlari yoki bo'lmasam asli Turkiston xalqlari aziyat chekmasin shu masalada degan maqsadda ham bu nimani intervyuda olayotgandirsiz. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Buni qandaydir bo'lsa ham shuni ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Lekin bu masalada qanday maslahat berishlikka men ojizman. Chunki aldanayotganlar ham o'zbek asosan. O'zbekcha gapirib aldashyapti. Endi bu narsani bilmayman, qonunni bilmaslik deb hisoblaymizmi yoki e'tibor bermaslikmi? Endi ko'pincha o'zbeklar baribir Rossiyada shu holatda ishlab kelgan, Rossiyadan kelganlar ham endi tabiiyki bu narsani qidiradi boshqa davlatdan ham. Lekin bu yerdagi qonun-qoida unga to'g'ri kelmaydi. Lekin shunda ham baribir noqonuniy yo'lni qidirib, soliq to'lamaslik masalasi maqsadida ham shu noqonuniy ishlab yurganlar bor. Ha, shu endi noqonuniy ishlashyapti, lekin bitta narsani unutmasin, bular endi deport bo'lish nimasiga juda yaqinda, haligi nima risk deb qo'yadi. Riskovat qilishyapti. Haligi to'g'ri, tavakkal so'zini o'z o'rnida ishlatsangiz boshqa yaxshi gap chiqadi, lekin bu yerda tavakkulchilik qilishyapti. Tavakkul deylik, shunda to'g'riroq bo'ladi. Bu tavakkulchilik. Bunaqa qilib ish qilib bo'lmasa kerak menimcha, lekin nima aytyapman, bu savol shunaqa nozik savol, shunaqa og'ir savolki men javob bera olmayman. Lekin bitta narsa bor, shularga eshik ochiq. Ikkita eshikni ochiq qoldirgan. Yoshlar bo'lsa, agar ingliz tilini bilsa yoki boshqa tillarni biladigan bo'lsa, universitetlarga kirib kunduzgi, universitetlarga, texnikumlarga kirib o'qisa, karta pobita oladi va ishlashga sharoit bo'ladi. U kartani studentlik nuqtai nazaridan oladi, lekin ishlash xususiyati ishlash holatiga ruxsat beriladi. Hattoki shu o'quv yurtlari spravka, ya'ni zasvecheniya beradi. Shu zasvecheniya asosida ishlashga ruxsat olmasdan turib, sizlar o'rischasiga разрешение на работу deydi. Bu endi Rossiyadagilar yaxshi biladi. Shuni olmasdan ishlash huquqiga ega bo'ladi. Ikkinchi variant, firma ochsa, kelgan muddatli kelganlar, bular endi hammaga ham nasib qilmaydi. Sababi firma ochishlik uchun ma'lum bir miqdorda bir hunarni zo'r bilish kerak. O'zini o'zi eplab ketish kerak-da bu yerda. Yoki bo'lmasam ma'lum miqdorda pul ham kerak bo'ladi. Bu firmani ochishlikka, masalan, men pul olaman. Shu firmani ochib beraman, lekin pul olib ochib beraman. To'g'ri ochmayman. Shunga o'xshagan holatlar bor. Shularni qilsa, firma ochib ishlasa, o'zini o'zi nalogini to'lasa va o'zini o'zi shu oylik bilan, ish haqi bilan ta'minlay oladigan bo'lsa, bular ham har qanday mamlakatning vizasi bilan, har qanday mamlakatni ID kartasi bilan kirib, Polshaga kirib ishlash huquqiga va ishini yurgizish huquqiga ega. Qolganlarga men maslahat beraman, iloji boricha chaqirilgan mamlakatga boringlar, vizalarni to'g'ri kelganini olmanglar, to'g'ri kelgan pulga, faqat ish vizalarini olib, shu bilan kelsanglar o'zinglarga yaxshi bo'ladi va kelajakda bunaqa bu yerlarda musofirchilikda o'ziga yarasha azoblari bor. Shu azoblarga ro'para bo'lmaysizlar. Bu yerda o'zbeklarimiz orasida ham yaqin yillar ichida ko'pincha rekruterlar paydo bo'ldi. Rekruter endi o'zingiz yaxshi bilasiz, o'rtakash. Qaysidir vakansiyani oladi va shu vakansiyaga mos tushadigan odam qidiradi. Endi Polshaga viza olish oxirgi paytda qiyin bo'lib ketgani uchun shu rekrutatsiyada ishlaydiganlar ko'pincha chetdan chaqiradida. Endi baribir o'zbeklarda yoki o'zbek zamonlari ichida kamda, misol o'zlari firma ochib, ruxsatnoma olib ishlatayotganlar. Boshqa davlatga beradi, boshqa millatga beradi. Ukrain bo'ladimi, Belarus bo'ladimi? Noqonuniy ishlatishadi ular. Hujjatini qilib bermaydi. Endi bu yerda yaxshi bilasiz, har bitta odam uchun qattiq kurashiladi. Bepul deb chaqirishadi, bepul vakansiyamiz bor deydi. Lekin bepulni orqasida ham uni orqasidan, misol uchun, qanchadir pul olayotganlar ham bor. Ularni o'zidan pul olayotganlar ham bor.
shularga aldanib qolmasligi uchun nima maslahat berasiz? Birinchidan, bunchalik qiyin narsa emas. Sal kelishni istayotganimiz yurtdoshlarimiz, Turkiston tomonidan kelayotgan xalqlar bitta narsaga e'tibor beradi. Ozgina kompyuterni yaxshi biladigan, shu IT programmalardan xabardor yigitlarni topib, shular orqali Polshada 3-4 ta yaxshi saytlar bor. Shu saytlarga murojaat qilsa bo'ladi. Shundan Pratsiya.pl, yana OLX, yana boshqa saytlar bor. Yaxshi qarasa chiqadi. Shularga e'tibor berib, shu yerdan ishxonalarda aniq zavod, fabrikalarni topib, o'rtamchilarni emas, agensiya zatrudniya deganlari bo'ladi, ularni emas. Zavod, fabrikalarda kadri degan nimalari bor. Shulardan ish beruvchilar topib, shularga xat yozib, shular orqali kelsa, ular bu yerdan zezvoleniya, ya'ni sizlar uni O'zbekistonda buni taklifnoma deyishadi. O'zi aslida shu ruschasiga разрешение на работу, o'zbekchasiga Polshada ishlashga ruxsat. Qisqasi shu hujjatni jo'natishadi. Informatsiya beradigan informatsiyasi qayerda yashashligi va pasportini birinchi beti shuni beradi xolos. Shu asosda ish beruvchi o'ziga kerakli ishchilarni, hunarmandlarni chaqirib oladi. Hech qanday qiynalmasdan pul so'ramaydi, lekin buni esinglardan chiqarib qo'ymanglar. Pul so'rasa bu moshenik yoki bo'lmasa mana shu bir manfaat bo'lar bo'lmas manfaatni ko'zlayotgan, hech qachon bir siz uchun yo bo'lmasa men uchun jon kuydirayotgan shaxs emas. U bir aldaqchi. Lekin ishxonalar, katta ishxonalar pul so'ramaydi. Ular o'zlari qiladi. Siz kerak bo'lsangiz hamma hujjatlaringizni jo'natasiz, ular qiladi. Lekin ilgari bu ruxsatnomani olish uchun bori yo'g'i 100 yevro, ya'ni $25 oshiqroq pul ketardi. Hozir endi bu 400 zlot. Bu degani 100 yevro nima, $100 oshiqroq pul ketyapti. Uni ko'pincha ish beruvchi to'lashdan bosh tortadi. Sababi u odam kelmay qolsa, men shu $100 kuyamanmi deydi. Lekin hunaringiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shu ish beruvchi shuni ham to'lashga tayyor. Shunga e'tibor berasizlar. Asosan hunarni o'rganinglar. Bu juda ham kerakli narsa. Yaxshi hunarlar bilan kelsanglar, bu yerda shu nimaga bersanglar, hattoki sizlar pul so'lamasdan shu yerga yetib kelguninglarcha biletlarni oladiganlari ham bor, lekin ko'pchiligi endi olmaydi. O'zinglar sezvaleniyani jo'natdik bo'ldi deb shuna qiladi. Lekin bu qiyin savolni beryapsiz. Действительно bu savol ancha og'ir savol. Bu masalada ko'p o'yladim, lekin javoblarim hali tayyor emas o'zimni ham. Endi bu mavzu Yevropaga Dolzarb mavzu o'zi. Yevropaga allaqachon kelib bo'lgan odamda ham bo'ladi. Masalan, hozir qaysidir zavodda ishlayapti. Soatiga taxminan 27 zlot pul olyapti. Lekin boshqa zavoddan yana taklif bo'lyapti. O'zbek odam yoki ruscha gapiradigan, qanaqadir O'rta Osiyolik yoki postsovet davlatidan. Telefon qiladi, boshqa qiladi. Biz senga ko'proq oylik beramiz. Ishni ertadan boshlasang bo'ladi deydi. Bu ham qanaqadir noto'g'ri signalmi? Masalan, ertadan boshlaysan deydi. Ba'zi holatlarda pulini bermasdan ishlatadi. Kontraktni yaxshi qilmaydi. Buni qanaqadir odam savdosiga ham bog'lasak bo'ladimi? Bo'ladi. Buni odam savdosiga ham bog'lasa bo'ladi. Lekin buning uchun biznikilarda bitta ayb borki, ular menga zarar tegib qoladi deb turib shikoyat qilishmaydi. Bu juda yomon. Aslida shu narsa odam savdosini o'zi, asli shu. Odamni ishlatib, unga pul berib, oylik bermaslik bu odam savdosiga kiradi. Boya so'ragan savolingizda ichida mana shu qilib bo'layotgan jinoyatlarni o'zlari bilmay qiladimi degan savolni berdingiz. Jinoyatni bilmaslik uni jazodan ozod qilmaydi. Jinoyatni bilmaydimi, u farqi yo'q. Jazo davlat qonuni bor. Shu davlat qonuni asosida u jazolanaveradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, biznikilar bitta narsani bilib olish kerak. Hozir endi ilgari 2 haftada chiqardi. Разрешение на работу, shu zezvoleniya degan narsamiz. Sizlar uni taklifnoma deysizlar, yana qaytaraman. 2 haftada chiqardi, keyin 1 oyda chiqadigan bo'ldi, keyin 3 oyda chiqadigan bo'ldi. Hozir 5 oyda chiqadi. 6 oyda chiqyapti. Ungacha uni chaqirib olib ishlatishi noqonuniy ishlatayotgan bo'ladi. Sababi zezvoleniya, ya'ni ishlashga ruxsat chiqmaguncha, shu разрешение на работу chiqmaguncha
ish beruvchi u odamni ishlatishga ham haqqi yo'q, u bilan ish shartnomasi tuzishga ham haqqi yo'q. Shuning uchun bu ishlayotgan odam ham jinoyatchi hisoblanadi, ishlatayotgan odam ham jinoyatchi hisoblanadi. Ishlatayotgan odam bir narsa qilib qutulib ketadi. Ikki o'rtada ishlayotgan odamlarni kunda kunora ko'ryapmiz. Biz apellyatsiya yozamiz shularga. Deportga ro'para bo'lyapti. Deport bilan chiqib ketyapti, qaytib yana 1 yildan 3 yilgacha Yevrosoyuzga kirishni taqiqlab qo'yyapti. Shunaqa narsalarga ro'para bo'lib qolishi mumkin. Endi menimcha shu javob shu yetsa kerak endi bu masalada. Bu alohida katta mavzu. Juda katta mavzu. Buni endi nima bilan yordam berishni bilganimizdagina bu savollarga javob bera olamizda. Menimcha odam o'zidan boshlash kerak. Qonunni o'rganish kerak. Qonunni o'rganib o'zini haqqini bilish kerak. Chunki men ham ko'p ko'rganman. Yozishadi, yani boshqa qilishadi. Shu firmada ishlaganman, pulimni ololmayapman. Qo'lingda dokumenting bormi? Ba'zilarda bor, ba'zilarda yo'q. Umumiy operatsiya qilgan. Umumiy operatsiya qilgan odamni PIP bilan olsak bo'ladi. PIP degani Politsiya bilan, PIP bilan undirsa bo'ladi. Undirsa bo'ladi u narsani. PIP Lekin degani Panstvo inspeksiya pratsiya, ya'ni davlat mehnat nazorati. mehnat nazorati. Ba'zilarda umuman dokumenti yo'q. Hech qanaqa dokumentsiz ishlagan, pulini ololmayapti. Endi kimgadir aytish uchun qo'limizda qanaqadir hujjat bo'lishi kerak. Menimcha eng nima desa bo'ladi? Boshlanish kerak bo'lgan narsa odam o'zidan boshlash kerak. Haqqini bilsa, menimcha ko'p narsa hal bo'ladi. Shunaqa. Agar haqqini bilgan odam ishga kirishdan oldin firmani yaxshi o'rganadi, shart-sharoitni o'rganadi, kontraktni o'qib chiqadi, o'ziga ma'qul keladigan bo'lsa, keyin qo'l qo'yib ishni boshlaydi. Shunaqa hozir to'g'ri yaxshi bir nimani savolga o'xshagan bir ham javobga o'xshagan holatni taklif qildingiz. O'zi shunaqa. Mana ikkita millatni bilaman, qirg'izlarni, qozoqlarni. Ular ham bizga keladi va yordam so'rab shunaqa paytda men ularga to'g'ri shu maslahatni beraman. Hozir siz aytgan narsalarni beraman. Birinchi, agar shartnomang bo'lsa, PIPga bor. Shartnomang bo'lmasa, politsiyaga bor. Shunda haqingni ham undirasan, o'zingni holatingni ham. Ular qo'rqmaydi. Ular bizni deport qilib yubormaydimi deb so'ramaydi. Shunday qilsam pulimni undiramanmi deydi. Shunday qilsam pulingni undirasan deyman, borib shu undiradi. Qirg'izlar va qozoqlar o'zini haqqini birovga bermaydi. Endi biznikilar shu oddiy meni haydab yuborarmikin, men ketib qolsam nima deport qilib yuborarmikin degan vahima turadi. Hattoki uni qo'lida kartasi bor. Uni hech kim hayda olmaydi. ID kartasi bor, 3 yilga berilgan. Yoki vizasi bor, 1 yilga berilgan. Shu vizasi bo'lsa ham shu qo'rqishadi. U nima qirg'izlar bilan qozoqlar bu masalada qo'rqmaydi. Ular oladi, qo'lini undirib oladi. Va natijasini ko'ryapman. Bo'lmasam qishloqda bolalari, ayil deb qo'yadi, bularni qishloqda bolalari shular undiradi pulini. Hech kimdan qo'rqmaydi, pulini undiradi. Endi bunga ham sabab menimcha ko'p o'zbeklar bu yerda o'zlari ham bilmayman xohlabmi yoki xohlamasdanmi ko'pini ko'rganman. Ba'zilar konvertda pul oladiganlar bor. Kontrakti bor. Eng kam ish haqini yozadi, lekin pulini konvertda oladi. Rahimjon aka yaqin kunlarda yana bitta bosh og'riq paydo bo'ldi. Deportatsiya mavzusi. Yaqindan beri ko'p reydlar bo'lyapti. O'zbek restoranlari, O'rta Osiyo restoranlarida yoki hostellariga kirishib, odamlar topishib, deport qilishyapti. Bunda men asosiy 3 ta sababni ko'ryapman. Birinchisi shu chetdan kelayotgan, boshqa Schengen davlatdan kelayotganlar. Ikkinchisi prava bilan bog'liq. Soxta pechat urib, 6 oy yashamagan holatda prava olayotganlar. Keyingisi dokumentini vaqti o'tib ketib, vaqtida topshirmasdan noqonuniy bo'layotganlar deporti. Pravadan boshlasak, chunki baribir o'zbeklarning asosiy qismi taksida ishlaydi. Kelgandan keyin baribir tezroq ishni boshlaydi deb turib, kimgadir pul berib, pravani 6 oy kutmasdan tezda almashtiryapti. Buni yomon oqibatlarini hozir balki faqat deportatsiya qilayotgandir, shtraf solmayotgandir. Yana qanaqa oqibatlari bor bu narsani? Bu prava masalasida birinchidan 3-4 ta shartlari bor prava almashtirishda. Birinchi sharti Polshani territoriyasida, ya'ni Polshada 185 kun yashagan bo'lish kerak. Shu birinchi shart shu, ya'ni yarim yil yashagan bo'lish kerak. U nalog to'laydimi, to'lamaydimi farqi yo'q. Glavni yashagan bo'lish kerak va uni isbotlanishi kerak.
Isboti shu bo'ladiki, ko'pincha hali qizil pechat deb qo'yamiz pasportiga. Qachon ariza, karta pobitiga, ya'ni ishlashga va yashashga ijozat so'rab yozgan arizasini srogini topshirgan kunini, muddatini kunini qo'yib qo'yadi. Ana shu pechatni ichida. Shu kundan hisoblanadi 185 kun. Shu narsa bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam uzundan uni ishi 6 oydan beri, ya'ni 85 kundan beri davom etayotganligi to'g'risida spravka, zashvicheniya deymiz. U spravkani o'zi ko'pincha tarjimada sertifikat bo'lib chiqadi. O'zi aslida spravka, oddiy spravka. Shu spravka bo'lishi shart. Yoki bo'lmasam kelgan paytda birorta uyga ijarada turgan bo'lsa, shu registratsiya bo'lgan, ya'ni shahar meriyasida, shahar hokimiyatida registratsiya bo'lgan umova, ya'ni shartnoma, yashash ijara shartnomasi bo'ladigan bo'lsa, shular 3 ta 4 ta narsalar bunga omil bo'la oladi. Shu kunini aniqlashga, 185 kunda aniqlashga bu shart. Endi bizda nima qilishyapti? Biz yurtimizda kelganlar darrov bir yo'l topishga harakat qiladi. Bir tabiatimizda bir g'alati narsa bor. Yo'l qidiramiz. Shu yo'l ham topilyapti. Bu yo'l topuvchilar ham o'zi, yo'l topib berayotganlar ham o'zimizkilar tabiiy. Yoki bo'lmasam biz postsovet davlatlaridan kelgan azamatlar. Shular darrov falshiviy pechat, yolg'ondakan pechatni, qalbaki pechat bilan hali nimani pasport ichiga pechat bosishib, u yerga shu ertaroq kelgan paytini chislasini qo'yishib beryapti. Bu endi qip-qizil jinoyat. Shunaqa katta jinoyatki, birinchidan pasportni hukmi shunaqa. Pasport O'zbekiston davlatini yoki bo'lmasam shu pasportni bergan davlatini mulki hisoblanadi. Ikkinchi shaxs shu mulkni egasi, ya'ni ismi familiyasi yozilgan shaxs. Agar shunaqa falshiviy pechat bosilgan pasport уже ishdan chiqdi. Bu endi u pasport falshiviy hisoblanib qoladi. Sababi unga falshiviy pechat bosildi. Shu qalbaki pechat pasport ham yaroqsizlikka aylandi. Shu bilan borib prava olishadi. Yoki bo'lmasam o'shadan bir yo'l topadi-da, faloncha pulni bir azamatga berib, davlatga emas, bu yerda davlat idoralari chestni ishlaydi. Lekin shunaqa qilib hali falshiviy yo'llari bilan davlatga topshiradi. Davlat ishonadi va hamma joyida deydi, qabul qiladi. Shunaqa bo'lib kelyapti bugungi kungacha. Yaqinda bu sirlar ochilishni boshladi. Buni oqibatlari shunaqa yomon bo'ldiki, hattoki qamalish darajasiga yetdi. Shu pravasini shu yo'l bilan almashtirganlar. Hozir mana bugungi kunda biz hozir apellyatsiya yozganmiz 2 ta joyga, bittasi prokuraturaga yozganmiz. Prokuror pasportini olib qo'ygan, pravasini olib qo'ygan, o'zini 1 yilga 30 soatdan bekarga ishlash jazosiga mahkum qilgan. Yana 5000 zlot. Bu degani 1200-1300 dollar, bir shunaqa bo'ladi. 1300 dollar shtraf solgan, u pulni to'lattirgan va yana deport qilgan. Mamlakatdan chiqib ketdi deb deport qilgan. Biz yordam berdik. O'sha biz ariza yozdik. Deport arizasini apellyatsiya arizasini yozdik. Lekin uni qancha yordam berishini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Sababi ikkita. Bunaqalar son-sanoqsiz. Hattoki buni orqasidan qamalganlar bor. Buni orqasidan mamlakatdan deport bo'lganlar bor. Chiqarib tashaldi o'zi. 15 yilga, 7 yilga deb turib chiqarib tashalganlar bor. Endi buni oqibatlari shunaqa yomon narsaki, bu narsani, bu pravani ashib erta almashtirgandan ko'ra kechroq almashtirgan 1000 marta yaxshi, lekin bu narsa ham qattiq jinoyat hisoblanadi. Buni oqibatlarini endi biz ko'rib turibmiz. Arizalarni yozamiz, yordam berishga harakat qilamiz, lekin yordamimiz qanchalik bo'ladi, bo'lmaydi, bilmayman endi. Shu almashtirganlar yana bitta vaji bor. Biz almashtirdik pravamizni, lekin pechatda hech qanaqa pechat qo'ymadi. Mana pasportimni ko'rishingiz mumkin deydi. Pechat qo'ymadi, lekin pravani almashtirdim deydi. Ularni vajiga nima deb javob berasiz? Misol uchun ular ham qildik deydi, lekin baribir bu narsa o'zi tekshirilishni boshladi. Pravalarni olib qo'yapti politsiyalar, olib olib, shu voyevodstvo deyman, ujont место, ya'ni shahar yoki qishloq hokimiyatlarida almashtiriladi bu narsa. Shularni nimalarini idoralar tekshirilyapti. Solishtirma tekshirishlar bo'lyapti, lekin juda ko'pi xato chiqyapti. Darrov deportga tayinlashyapti. Jinoyat ishini qo'zg'ayapti politsiya. Chunki har bitta inspektorda o'zini portfoliosi bor. Unda har bitta odamni misol uchun anaqasi yozilgan bo'ladi.
qanaqa dokumentlar topshirgan, pasportda qanaqa pechatlari bor, hammasi bo'ladi. Agar u bilan inspektordagi hujjat o'zidagi hujjatga to'g'ri kelmasa ham, bu qonunga Xilof xilof hisoblanadi. hisoblanadi tegishli ravishda jazolanadi bu narsa. Shunaqa. Shundoq. Oldingi Botajon akalar qilgan intervyudan keyin baribir sizni xizmatlaringizdan kimdir foydalanmoqchi bo'lgan, ular faqat telefon kontakt qoldirishgan. O'zingizni Varshavadagi ofisingiz haqida uni manzili, telefon raqamingizni, ishlash vaqtlaringizni aytib o'tsangiz, ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hap, bitta eng ko'p savollardan bittasi bizni ishxonamizni qayerda va Varshavani qayerda joylashganligi to'g'risida ma'lumot so'rashadi. Bu eski shahar tarafda, ya'ni Praga deb qo'yishadi, Praga Polnots. Targoviy ko'cha, ulitsa Targoviy, ya'ni Targoviy ko'cha, 33A uy, 25xona ofis. Shu yerda joylashgan. Ishxonamizni nomi Turan Poland. Turan Poland. Biz ma'lumotni yana nima ham yozma ham haligi qilib ham beramiz bu to'g'rida ma'lumotni. Va telefon nomerlarimiz 666 412 918. Bemalol murojaat qilsanglar, qo'limdan kelgancha maslahat beraman. Maslahatlar bepul, lekin xizmatlar pullik. Ish vaqtinglar dushanba kundan juma kungacha. Ish vaqtimiz dushanba kuni soat 9 dan juma kuni soat 5 gacha ish kuni hisoblanadi. Rahimjon aka, katta rahmat sizga vaqtingizni ayamasdan bizni intervyumizga rozi bo'lganingiz uchun. Alloh ishlaringizni rivojini bersin. Xalqqa, o'zimizni o'zbek zabonlariga foydangiz tegishdan charchamang. Alloh kuch-quvvat bersin. Salomat bo'linglar. Bizni ishxonamizga, ya'ni ofisimizga qadam ranjida qilganinglar uchun rahmat. Savollar berib, bizni shu qalbimizdagi nozik torlarni ham chertib tashladinglar. Buning uchun ham rahmat. Sababi bu ma'lumotlar endi har qalay el yurtlarimizga yetsa, ular bizni maslahatlarimizdan unumli foydalanishsa, balkim shu yomon holatlar, qiyinchiliklardan ozgina bo'lsa ham chetlanib o'tisharmikin degan umidda men rozi bo'ldim. Sizlarni qilgan xizmatinglarni Alloh taolo o'zi taqdirlasin va ziyoda hasanotlar yozsin. Salomat bo'linglar. Rahmat katta sizga ham. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'linglar.